Salom do'stlar, bugungi videomizda men sizlarga Adonis animatsiya moblarga animatsiya qo'shib beradigan modni sizlarga o'rnatishni o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib mana bu ilovani o'rnatib olamiz. Hozir men sizlarga Play Marketga kirasizlar, buni o'rnatishni o'rgataman. Keyin mana bu yerga Adonis to'xtanglarda. Adonis deysizlar. Adonis Mobs animatsiya deysizlar va qidirishni bosasizlar va mana bu birinchida yoki uchinchida yoki ikkinchida chiqadi. Mana shu birinchidagini o'rnatasizlar. Mana shu menda o'rnatilgan. Sizlar o'rnatib olasizlar. Ikkiga men bitta qora ekranda videoni chiqargan edim. Bu mana u haqida edi. Bunda xo'sh, buni ham o'rnatishingiz mumkin. Shunda chiqadi. Mana u qizil bo'ladi. Mana u. Ana shu qizil bo'ladi. Do'stlar, ana shu qizil bo'ladi. Mana u esa u sariq bo'ladi, hali ko'rsatganim. Mana u sariq bo'ladi va mana bu esa qizil bo'ladi. Bunisi bo'lsa aylantiradigan bo'ladi. Masalan, mana ot ekan, to'g'rimi? Bu ikki mana buni shuni ishlatsak, do'stlar, xullas shuni ishlatsak, sizlar boshqa mobga aylanasizlar. Ikki mana jonlari bor-ku, shu jonlar asli ko'k bo'lmaydi, chiroyliroq bo'ladi. Bunaqa xunuk bo'lmaydi ekan, do'stlar, shunaqa chiroyli bo'ladi. Ikkigin xullas mana shu narsani o'rnatasizlar. Shuni agar kerak bo'lsa, do'stlar, shuni o'rnatasizlar. Mobga aylanib o'rtoqlaring bilan o'ynaverasizlar. Keyin mana shuni ham bilganlar buni o'rnatadi, bilganlar xohlaganini o'rnataveradi. Ikkigin va haliga aytgan mobim mana shuni o'rnatasizlar. Mana u o'xshamaydi, bu o'xshamaydi, bu ham xullas shular o'xshamaydi-da, do'stlar. Bo'lmagan narsa ular. Faqat mana shu birinchidagi ishlaydi, xolos do'stlar. Agar animatsiya qo'shishni istasanglar, shuni qilaveringlar va izohlarda sizlarning fikrlaringizni kutib qolaman. O'xshagan bo'lsa o'xshadi deb obuna bo'lib, komment yozinglar. O'xshamagan bo'lsa o'xshamadi deb like bosinglar.